Assalomu alaykum, hurmatli Aladin kompaniyasining mijozlari. Bugun biz sizlar bilan tunu kun ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan batut, Navoiyda uchib ketgan, shamolda uchgan batut haqida Aladin kompaniyasi o'z munosabatini bildirmoqchi edi. Biz ko'p videolarimizda, ijtimoiy tarmoqlarda qo'ygan videolarimizda sifat haqida gapiramiz, tanlovda adashmanglar deymiz. Shuning uchun Aladin kompaniyasini hozirgi bo'lgan vaziyatda bizning batutlarimiz unaqa bo'lmaydi, xudo xolasa degan narsani isbotlab bermoqchimiz. Bizning batutlarimizda ko'rib turganingizdek o'zini komplektida mana bunaqa arqonlar chiqadi, baquvvat arqonlar, mana bunaqa petlyalari chiqadi qotiradigan, orqasida ham, ikkala yon tarafida ham mana shunaqa arqonlar bor. Undan tashqari, hurmatli do'stlar, mana ko'rib turganingizdek o'zbek tilida batutdan foydalanish bo'yicha qo'llanma qildirganmiz, ya'ni bolaga necha yoshdan necha yoshgacha kirsa bo'ladi, vazni, hamma narsani ko'rsatib qo'yganmiz. O'sha Navoiyda uchgan batut Aladin kompaniyasiga tegishli emas. Bizning batutlarimiz ajratib turadigan brendimiz. Mana shu logotipdan tanib olsanglar bo'ladi. Aladin kompaniyasining batutlarini xarid qilinglar, tanlovda adashmanglar.